Bittagi obyektimizda plasmas balka eshiklarimiz. Ochilib yopilishlar. Ochilib yopilishlar. Yengil bo'ladi. Tepaga ruchkani ko'tarsangiz, to'rtta joyidan ushlaydi. Sovuqni o'tkazmaslik uchun ruchkani tepaga ko'tarib qo'yiladi. Zamonlar alyuminiydan qilib bo'lmaydi. Shu splashli zamon bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta joydan ushlaydi. Endi boshlaymiz. Qilishlardan chipsi yopiladi, ruchkani tepaga ko'tarsa yana pratiga yopishadi. Ochilib yopilishlar yengil. Keyin buni yana bitta narsasi shu qulflanishi, ruchkani tepaga ko'tarib turib kalit burab qo'ysa bo'ldi, ruchkani o'zi qulflanadi.